Apting yoqmayapti shekilli. Uylar remontini ko'rib ketib qolishyapti. O'char uyimizga qara, udaru. Odamlar ham boylikka uchadigan bo'lib ketdi qizim. O'zi nimaga jasurlarga bermadingiz? Uyini ko'rganmisan, xarobaga konteyner bo'lib yotsa, bir kambag'alga qiz berishim qoluvdi. Buncha boymasmiz u? O'char. Menda zo'r g'oya bor. Mana uy kalti. 4 kundan keyin olaman. Yaxshi dam olaydi. Shunday qilib et-etish operatsiyamiz boshlandi. Qizim, mehmonlarga choy. Oy choyni topolmayapman qatta. Voy, qizingiz choyni qayerdaligini bilmaydilarmi? Bilmaydi-da birovda uy bo'lgandan keyin. Endi qiz bola birovda hasmida, endi men birovda uyida hisoblanadi bu yeram. Top Google'dan qidirasan u. Ong, yuting. Choyni topdim. Choyni topdim, men choy topolmadim. Yo'l bo'lmasa. Amin. Bizga bunaqa kelin kerak emas. Alloh akbar. Ketdi. Biz ham qiz beramiz, o'ltirganimiz yo'q. Men ko'rganman, kinolarda boylar dasturxoniga ichgani kalyan qo'yadi. Kalyan chekiladi, konyak ichiladi. Ha, o'lsin ha aytgancha. Sen qayerdan bilasan? O'sha kinoni birga ko'rganmiz. Birga ko'rganmizmi? Qaysi kino edi u? Qaysi? Qaysi kino edi? Qaysi kino? Olaylar, nima ichasizlar? Aroq, konyak, kubray. Voy, biz sizlarni boshqacha oila deb eshitdik. Kambag'al deb o'ylamdinglar. Yo'q, biz boymiz. Oy bu kompot. Oyog'i. Omin qil. Ketdik, tur. Aroq bor joyda omin qilsa bo'ladimi? Turay. Yaxshi aytmanglar. Qizim. Biz sovchilikka keldik. Itingiz ishlamadimi? Kirsa maylimi? Ishlamaydi. Zebo ishlamaydimi? Bilmasan, ishlamasa kerak. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Qizi boshida qolsa, shunda bola bor. Oy, endi qamalib ketamizmi? Qamalsa uyda egasi qamala. Endi bilasiz, tengi bilan biz ham oddiy oiladan emasmiz. Shunga bitta uylarni ko'rib chiqsak, kim bilan xudo bo'lamiz, bilaylik deb atdik. Mayli. Bu bizning podvol. Spalni ekan. Necha tash o'zi uyimiz Zebo? Ha, ko'p-da. Yuringlar, podvol boshqa joyda ekan-ku. Aytgizsin. Yaxshi, bilyard o'ynaysizlarmi? Ha, nima edi o'zi bilat qizim? So'kma oyim. Boylarga mumkin. Zo'r narsa-da bu bilat. Voy shirin bola, kimni bolasi bu? Bu Zeboni ukasi-yu, rangidan ma'lum. To'g'risini aytsam, bu ikkinchi turmushimdan. Anu esimdan chiqib qopti, jan qolib ketibdi, ertaga borib olib ketaman-da. O, lyustralarni ham qimmatini qo'yibsizlarmi? Ha, luxuriy lyustra-da bu. Sharmanda qilma, luxury. Oyingizni o'rgandingiz. Massaj qiladiganinglar bormi? Shunda o'tirib massaj qildirar ekanda, yerga yotib olsa yaxshi emasmi? O'sha yaxshi lekin mayli. Yaxshi, saunalar ham bor ekan. Yaxshilar. Voy, bular menimcha abitdan keyin chiqqan boylar o'zi. Yurib keta qolaylik. Lekin bolam, hayotingni yolg'on bilan boshlashimiz noto'g'ri. To'g'ri aytasiz, soya. Shunga ularga osh qilolmasligini aytaylik. Mayli. Endi biz oddiy oiladanmiz. O'g'limiz uchun boshimizdan egib keldik. Endi tengi bilan tezak qopi bilan degandek kambag'alga beradigan qizim yo'q. Uylarda issiq suv bo'lmasa kerak-a? Ana lampochkalar ham osilib sarg'ayib yotadimi? Issiq suvni ham cho'g'ga qo'yib qizsanglar kerak-a? Kir yuvadigan tog'oralarni chetsinganmi? Rangi qizilmi? Ha, shunaqa qizil. Bizda ham xuddi shunaqa. Sizlar ham darvozaga press bog'lab cho'p tiqib ketasizlarmi? Ustimizdan kulavermanglar. O'zinglar ham shu ahvolga tushib qolmanglar, tag'in. Kulayotganimiz yo'q, o'zimizning ahvolimiz shunaqa. Mayli, yaxshi qolinglar. Yengi boylar. Turing, opa ketamiz. Odamlar haqiqatni aytsang ham yo'qmidi? Zebo boylar shundan massaj olarmidi? Ha, shunaqa deyishdi-yu. Menga qara nechta soching qoldi? Bitta dona qoldi. Shuni amallash kerak-da. Qizinglar bizga yoqdi. Kelin qilamiz. Oy, egasi telefon qilyapti. Nima demoqchi endi u? Uyda kimdir qolib ketibdi degandek qilyapti-da. Bular kim? Zeboni buvisi. Ha. Psix kasal bo'lganlar biz eslardan chiqib ketganmiz. Kamiga hozircha tanimayman kimsanlar deydi. Kimsanlar? Senlar tanimayman. Mana aytdim-ku, kamiga pichoq olib qo'yadi hozir. Oy, rostdan pichoq olib kelyapti. Papa l'americano
Xudo birasadi, ketdi. Qatta qo'tgan ekanmiz a. Oyi, men bildim. Bizni u yarindiga olishimiz kerak edi. Dach olib qo'yibmiz-ku. Qattan bilding? Qarang, basseyni bor. Aytdim, bilet nima qiladi bu yerda? Anu lo'qir endi. Dildora kerak-ya. Mayli suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Ma, suv olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib. Menga qara. Quruq yemagin, ma. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirdi ekan. Hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda kakras ish ko'p edi. Yo, to'g'ri shu bolacha ham ikkita bakochka ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo, yur ketdik. O, anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa yoqqa borarmiz. O'zi ikki kishi ekan-ku. Ikki kishimiz sizlar. Ha, ikki kishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli. To'g'ri, muncha ishinglar ko'p. Hamma yoqyapti. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. Ha, bu yoqdan 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim veligida shu yerda yurardi-yu. Ha, sen mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib kelding mana. Hozir uyga suv olib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma, men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishiydi. Suv olib kelding kerak meni. Suv yarmi qani? Yeri haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anor aka. Ey, yomon yutganlari borishmas, o'zimniki bilan urminglarmi? Sening qani? Oppa! Shidir suvlar oqar mahallamni arir. Bo'ldi, ketaman. Xotin, senga gul oldim. Aytma, hech qanaqa sababsiz. Prosta seni yaxshi ko'rganim uchun. Nimaga odamni qo'yni qo'yib bo'lganda kimdaqa yaxshi bo'lib qolar-ekan bular? Uyda issiqqina choy ichamiz, a? Endi to'chni ketaman. Qachongacha bu kaltaylik ichirasiz? Onasi, yur, o'z qo'llarim bilan ovqat qildim. Birga o'tirib, oilaviy yeymiz. Baribir ketaman. Mayli, bugun kech bo'lib qoldi-yu, ertaga ertalab aniq ketaman. Ketishim kerak. Yaxshi dam olding, onajonisi. Qo'laman. Tur quqursin eringni. Kerak emas senga bunaqa er. Betayin. Hali bitta uy ham olmagan kvartirada yashaysanlar. Qani tush oldimga ketamiz. Assalomu alaykum, onajon. Qayerlarda sang'ib yuribsiz-ki-yu? Iskandar Bilningsdan uy oluvdim. Hamma sharoitlari bor ekan, lokatsiyasi ham zo'r ekan. Qizingizni olib ketyapsizmi? Nega olib ketar ekanman? Voy, uborga qilyapgan ekan. Qarashga keldim, hozir kirib keldim. Oy, nimaga mana shu vaqtliroq qilishmaydi? Qo'yver, adiyam ham shunaqa edilar. O'zi erkalagicha ketaman desa yaxshi bo'lib qolishadi. Satu uyobsizlar. Qani, yaxshi gapir. Voy, kiyovshoni. Ketaman der ketsa ketar, ketsa ketar. O'zbekistonda qish keldi degani bu ertalab qorda sirpanib, qaytishda loy bosib kelish. Ertalab qalin kiyinib chiqib ketib, obedda shu og'ir kiyimlarni yoqtirmay ko'tarib kelish. Qish keldi degani bu oying bo'g'izlab shapka kiydirib yuborishlari. Endi qutulib qochdim deganingda oying ikkinchi bosqich sharf o'rashga o'tadilar. Oyi, shapka kiydim, sharfman bor. Endi kurtka kiyasan. Oyi, palto kiyganman. Qish keldi degani bu hamma storiesiga birinchi qorni qo'yadi. Xursand bo'lib ko'rishga chiqquningcha qor tugagan bo'ladi. Qish keldi degani endi hamma tanishlaringni aptekada ko'rasan. Shamollashga qarshi dori kimga ekan? Menga. Lekin hamma shamollasa ham oying shamollamaydi. Chunki men Supradin immuno ichaman. Immunitetimni oshiradi. Tarkibida vitamin C, D, sink ham bor. 3 ta tomonlama himoya. Senlarga ichsam ichmaysanlar, ajab bo'pti. Bizga ham bering. Mana, ichlaring. Shuni ichsang shapka kiyishingiz kerak bo'lmaydi? Shapkani shu bilan